Yangi Zelandiyada turishliq Uyg'ur ziyoli Rizvangul Nurmuhammad xonimning 2017-yil 1-oydan boshlab Sharqi Turkistonga inisi bilan bo'lgan aloqasi uzilgan. U Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yangi Zelandiya hukumatı orqali Beyjingdan uchur talab qilgandan keyin inisining Xitoy doiralari tomonidan davlatni og'dirishga urinish jinoyati bilan 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bilgan. Yangi Zelandiyada uzun yil turgan Uyg'ur akademik Rizvangul Nurmuhammad ilgari Fulbright o'qish mukofoti puliga erishib, Amerikaga berib magistrlik unvoniga erishgan. Lekin u yaqinqi bir necha yilda minglagan Uyg'urlarga o'xshash qismatga duchor bo'lgan 2017-yil 1-oydan boshlab inisi Mavlon Nurmuhammad bilan bo'lgan aloqasi uzilgan. 2019-yil u bir advokat orqali Birlashgan Davlatlar Tashkilotining majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib bo'lish xizmat guruhiga iltimos qilib, inisini surishtirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti guruhi bir necha oy saqlagandan keyin uning inisi Mavlonning Xitoy hukumati tomonidan davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi va 4 yillik siyosiy huquqidan mahrum qilinganligini yetkazgan. Aloqador mas'ullarning dushanba kuni aytishicha, taxminan 80 ming kishi kelar yili 1-oyda o'tkaziladigan surgundagi hukumat deb ataladigan Tibet markaziy hukumatining vakillarini saylashga tizimlatgan. Yangi bir navbatlik surgundagi bosh ministri va 17-navbatlik parlament a'zolarining birinchi bosqichlik saylami 2021-yili 3-yanvar, eng oxirgi saylam 2021-yili 11-aprel o'tkaziladi. Tibet markaziy hukumatining Daram saladagi saylam komiteti kelar qadimliq saylamga jami 79697 kishining tizimlatganligini aytdi. Hindistonda 55683 saylovchi tizimga oldirgan bo'lib, 24144 kishi davlat sirtida tizimga aylangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olishig'ida Amerikaning Hong Kong masalasida Xitoy doiralarini jazolash qaroriga javoban Amerikaning 4 ommaviy tashkilot amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bayonotchi Hua Washington hukumatining Hong Kong va Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi va bu ahvolni qattiq ayiblaydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10-noyabr Xitoyning bir qism amaldorlariga Hong Kongdagi siyosiy huquqlarni bostirish sababli jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy davlat ilkidagi davlatlik elektronlik import-eksport shirkatining Venezuela hukumatini qo'llaganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilganligini e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoy texnika shirkatlari kishilarni tor faoliyatlarini nazorat qilish, tekshirish va iz qo'g'lash uchun texnikalik uskunlarni taraqqiy qildirish va eksport qilish jihatda dunyo bo'yicha oldingi o'rinda. Al-Arabiya to'rining xabar qilishicha, Eron inqilobiy qo'g'danish atirtining qo'mondoni musulmon Shahdoni Suriya Iroq chegarasida uchqusiz aeroplan hujumida o'ldirilgan. Xabarda uchqusiz aeroplanning Shahdan o'ltiraqlashgan mashinani nishonganligi o'ttirg'a chiqqan. Eron yadro tadqiqotining qo'rg'uvchisi Muhsin Faxrizoda yaqinda Abris shahrida yuz bergan qaslab o'ltirish natijasida qazo qilgan edi. Bu hodisa O'rta Sharqdagi jiddiychilikni kuchaytirdi. Intiqom bisimiga duch kelgan Tehron hukumati bo'lsa, Isroiliyani aybladi. ئەزەربەيجان davlat mudofaa ministrligining bayonotida aytilishicha, ئەزەربەيجان ئارمىيىسى Rossiyaning murassasa qilishi bilan ئەزەربەيجان bilan Armeniya o'rtasida imzolangan urush to'xtatish kelishimiga asosan 28 yildan buyon ishg'ol ostida turayotgan لاچىنغاكىردى. Armeniya chegarasiga joylashgan Lachin Nagorno-Qarabağ bilan Armeniya o'rtasidagi birdan-bir yo'l bo'lib, Lachin koridori deb atalgan. 1990-yillarda Armeniya armiyasining urushdagi tunji nishonlarining biriga aylangan va 1992-yil 5-oyning 18-kuni ishg'ol qilingan.